Assalomu alaykum. Efirda xabar informatsion dasturining navbatdagi soni. Studiyada men Shahzod Turdiyev. Bugun dasturimizda Vobkent tumanida ishlab chiqarish quvvatlari o'z faoliyat ko'lamini kengaytirmoqda. Mahallalarda zamonaviy infratuzilmani yaratish borasida kechayotgan islohotlar xususida maktab maslahatchisi lavozimiga tanlovning ikkinchi bosqichi suhbat jarayonlari davom etmoqda. Parrandachilik serdaromad soha. Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash va ishlab chiqarish salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan islohotlar o'z samarasini bermoqda. Jumladan, Vobkent tumanida ham yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilib, yuzlab fuqarolar doimiy ish o'rniga ega bo'lishyapti. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan muxbirimiz dastlabki lavhada so'z yuritadi. Vobkent tumanida xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar o'zining amaliy natijasini bermoqda. Birgina misol, tumanning 3-son texnikumi hududida uzoq yillar bo'sh turgan bino to'liq rekonstruksiya qilinib, zamonaviy tikuvchilik korxonasiga aylantirildi. Bu yerda faoliyatini boshlagan Soft Denim Textile mas'uliyati cheklangan jamiyat filialida bugungi kunda 80 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlangan. Loyihani amalga oshirish uchun tadbirkor tomonidan binoda rekonstruksiya qilish va ishlab chiqarishni tashkil etishga salmoqli investitsiya yo'naltirildi. Xitoy, Yaponiya va Turkiyadan keltirilgan 100 ga yaqin zamonaviy tikuv uskunalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Korxonada mehnat qilayotgan xodimlar barqaror oylik maosh bilan ta'minlangan. Mana shu yerga 80 kishi ish bilan band. Har bittasini oyliklari yaxshi, transportlar qo'yilgan bepul. Texnikumda tikuvchilik kasbi o'qitiladi. Endi 26-27 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarimiz texnikumda tikuvchilik kasbi bo'yicha nazariy bilimlarni oladi. Amaliy bilimlarni bevosita mana shu mas'uliyat cheklangan jamiyatini tikuvchilik sexida o'taydi. Dual ta'lim shaklida o'quvchilarimiz korxonada ishlagani uchun ish haqi ham oladi. Hamda muhtaram prezidentimizning 316-sonli qarorlariga asosan stipendiya olish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. Tumandagi yirik sanoat korxonalaridan biri Vobkent Tola Cluster IP Group fabrikasi ham ishlab chiqarish quvvatini kengaytirib bormoqda. Modernizatsiya ishlari natijasida korxonada yuzlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Ayni paytda bu yerda 600 nafardan ziyod ishchi mutaxassis mehnat qilmoqda. Ularning asosiy qismini xotin-qizlar tashkil etadi. Korxonada har oy yuzlab tonna paxta xomashyosi qayta ishlanib, tayyor mahsulotlar xorijiy davlatlarga eksport qilinyapti. Bu esa nafaqat eksport salohiyatini oshirish, balki mahalliy aholi daromadlarini ko'paytirishga ham xizmat qilyapti. Bir oyda 2 million dollargacha qayta ishlab, eksport salohiyatini oshirib kelmoqda. Bir yillik eksport salohiyati 22 million dollarni tashkil etadi. Vobkentdagi yana bir istiqbolli korxonalardan biri Hashtex tikuvchilik korxonasidir. Ilgari bo'sh turgan binoda tashkil etilgan mazkur ishlab chiqarish quvvatida bugun 80 nafar xotin-qiz doimiy ish bilan ta'minlangan. Tikuvchilikni bilmagan yoshlar va ayollar esa shu yerning o'zida bepul kasbga o'qitilyapti. Korxonada ishlab chiqarilayotgan tikuvchilik va trikotaj mahsulotlarini Rossiya, Belarus, Italiya hamda Amerika Qo'shma Shtatlari bozorlariga eksport qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yaqin istiqbolda yangi uskunalar o'rnatilishi hisobidan ishchilar sonini 150 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Mamlakatimizda aholi turmush farovonligini oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish hamda qishloq joylarda zamonaviy infratuzilmani shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kogon tumanida Bahodir Naqshband mahalla fuqarolar yig'inida kechayotgan jarayonlar misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bugun hududlarni kompleks rivojlantirish, qishloq joylarda zamonaviy infratuzilmani shakllantirishda muhim dasturlamal bo'lib xizmat qilmoqda. Kogon tumanidagi Bahodir Naqshband mahalla fuqarolar yig'inida ham mazkur qaror ijrosi doirasida keng bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan hududdagi birinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining qayta ta'mirlanishi va yana qo'shimcha 120 o'rinli yangi binoning qurilishi mahallada maktabgacha qamrovni oshishiga xizmat qiladi.
prezidentimizning tashabbuslari bilan bizning mahallamizda ham Buxoroda Naqshband mahallasida ham juda ta'lim sifatini oshirish maqsadida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda 3-7 yoshli bolalar qamrovi mahallamizda 575 nafarni tashkil etadi. Hozirda mahallamizda 6 ta oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lishiga qaramasdan bizning 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 300 o'rinli qo'shimcha bino bilan boyitilyapti va zamonaviy jihozlangan maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi yaqinda topshirish arafasida turibdi. Bundan mahalla aholisi juda ham xursand. Yaqinda ochiladigan ta'lim tashkilotimizda yana 35 nafar yoshlarni ishga ta'minlaymiz. Bunda ish o'rinlari ochiladi. Tumanda amalga oshirilayotgan bu ishlar albatta aholi turmush tarzi farovonligini oshirishda hissa qo'shadi. Zotan bunyodkorliklar zamirida inson manfaatlari yotadi. Buxoro shahridagi Prezident maktabida umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kelajak markazlari uchun maktab maslahatchisi lavozimiga tanlovining 2-bosqichi suhbat jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Bu haqda navbatdagi lavhada so'z boradi. Maktab maslahatchisi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kelajak markazlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi, o'quvchilarning iqtidori va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi, ularni qo'shimcha ta'lim, turli loyihalar va to'garaklarga jalb etuvchi muhim bo'g'in hisoblanadi. Mazkur lavozim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Vazirlar Mahkamasining maktabdan tashqari ta'lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan qarorlari asosida joriy etilgan bo'lib, tanlov 2 bosqichda tashkil etildi. Dastlab nomzodlarning kasbiy bilim va ko'nikmalari test sinovlari orqali baholandi. Jami 2076 ga yaqin ariza kelib tushgan bo'lsa, ularning 1879 tasi tasdiqlandi. Test jarayonlarida 1553 nafarga yaqin nomzod ishtirok etdi. Yuqori natijani qayd etgan 1145 nafar talabgor ayni paytda suhbat jarayonida ishtirok etishmoqda. Bundan oldin nomzodlar birinchi bosqich test jarayonida qatnashdi va eng yuqori ball olgan 3 ta nomzod bugungi suhbat jarayoniga yetib keldi. O'zi umuman olganda Buxoro viloyatida demak 536 ta maktab mavjud bo'lsa, shundan 65 tasida maktab maslahatchisi faoliyat yuritmoqda. Maktab maslahatchilarining vazifalari demak o'quvchilarni 6 yoshdan boshlab 18 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarini tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun ta'sis etilgan. Demak Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi, undan tashqari o'quvchilarning kelajakka qiziqishlarini inobatga olgan holda ularni yo'naltirish bilan bevosita shug'ullanadi. Bundan tashqari ko'plab o'quvchilarni o'zlarining tashabbuslarini nimani xohlashadi, kelajakda kim bo'lish xohlaydi, bevosita ular bilan birga ishlaydigan xodim desak adashmagan bo'lamiz. Bunda nomzodlar o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va kasbga yo'naltirish, akademik rejalashtirish, loyihalar hamda tarmoq to'garaklarini tashkil etish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish va ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha bilimlarini namoyon etmoqda. Har bir nomzod bilet asosida 5 ta savolga javob beradi hamda 10 daqiqa tayyorgarlik, 15 daqiqada javob berish va 5 daqiqa vaqt qo'shimcha savollar uchun ajratilgan. Barcha ishtirokchilar 9 ballik baholash mezonlari asosida baholanmoqda. Test va suhbat natijalariga ko'ra eng yuqori ball to'plagan nomzodlar tanlov g'olibi deb topiladi hamda kelajak markazlari tavsiyasi asosida umumiy o'rta ta'lim muassasalariga maktab maslahatchisi lavozimiga ishga qabul qilinadi. Mazkur tanlov bilimli, tashabbuskor va zamonaviy yondashuvga ega kadrlarni saralash, maktablarda o'quvchilarning iqtidori va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Inson mehnat qilgan sari baraka topadi. Ayniqsa kichik tadbirkorlik va xonadon xo'jaligini rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirishda parrandachilik muhim o'rin tutadi. Bu yo'nalishda samarali faoliyat olib borayotgan tadbirkor faoliyati navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Qorako'l tumani Rega Haydar mahallasida yashovchi Bekniyoz Rajabov o'z xonadonida bedana parvarishini yo'lga qo'yib, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali qo'shimcha daromad manbai yaratmoqda. Ushbu tashabbus mahallada xonadon tomorqalaridan samarali foydalanish va kichik biznesni rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlarning amaliy ifodasidir. Bekniyoz Rajabov o'rdak va kaklik parvarishini ham yo'lga qo'yib, qisqa vaqt ichida barqaror daromad manbaini yaratmoqda. Ayniqsa bedana tuxumi va go'shtiga bo'lgan talab yuqori
biri bo'lgani bois sohani rivojlantirish va bozorlarimizni to'kinligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, bedana, o'rdak va kaklik parvarishini rivojlantirish orqali mahallada tadbirkorlik muhitini rivojlantirishga ham munosib hissa qo'shmoqda. Bu kabi parhezbop mahsulotlarni yetishtirish, moddiy manfaatdorlikni oshirish barobarida bozorlarimizni ekologik toza mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim sanaladi. Hozirgi kunda tuxum yo'nalishida 10 mingta oq jo'jadan boqyapmiz. Buni eng yaxshi qulayligi sendi navi 360 kun bo'lsa, 340 kun tinimsiz tuxum beradi. Buni xo'rozi ham unumli 3,5-4 kilocha go'sht qiladi 3,5 oyda уже. Undan keyin bir 20 mingtadan oshiq bedanani yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda qiziqib, bedanamiz 40 kunda tuxum akiradi. Uni go'sht yo'nalishida ham boqib o'tirganimiz bor. Undan tashqari hozir noyob g'ozlar olib kelganmiz. Bular har qaysida kamida bir 5 mingtadan boqyapmiz hozirgi kunda. O'rdaklarimizdan 6 mingta bor, gibrid deymiz uni. Ham tuxum, ham go'sht yo'nalishida 100 mingtadan ziyodi bor indutka deymiz. 1000 dan ziyod kurkamiz bor. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bedana parvarishi qisqa muddatda natija berishi bilan ajralib turadi. Shu jihatdan mahsulot yetishtirish jarayoni barqaror daromad manbai shakllanishiga xizmat qilmoqda. Bu kabi faoliyat xonadon sharoitida ham kichik biznesni yo'lga qo'yish mumkinligini ko'rsatib, amaliy namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi lavha edi. Yaqin daqiqalar davomida xabar informatsion dasturini kuzatib bordingiz. Xayr, salomat bo'ling.